Ko'pchilik yurakda qandaydir muammoni aniq qilish maqsadida kardiolog ko'rigiga boradi. Va kardiologga borgan vaqtda qandaydir tekshiruvlardan o'tgandan keyin yuragingiz sog'lom deb, misol uchun oddiy kardiogramma qilindi va kardiogrammaga qarab turib yuragingiz sog'lom deb bemorga vrach aytib tushuntiradi. Lekin nimaga yurakda muammo borligini aniq qilish maqsadida bemorlar kimga murojaat qilishni bilishmaydi. Bunga asosiy sabab organizmda nafaqat bir dona yurak mavjud. Organizmda ikkinchi yurak ham bor. Bu oyoqlar hisoblanadi. Ko'pchilik bu oyoqlarga e'tibor bermaydi. Kam harakatlik yoki qandaydir muammolar bo'lsa, yurakda qandaydir muammolar bor ekan deb ko'pchilik kardiologga boradi. Kardiolog esa faqat yurakning o'zi bilan shug'ullanadi. Va yuragingiz sog'lom deb, hech qanday muammo yo'q deb jo'natib yuboradi. Lekin aslida ikkinchi yurak bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu holatni aniq bartaraf etish imkoni mavjud bo'ladi. Bugungi mavzu aynan shu haqida. Ikkinchi yurak nima? Aynan shu oyoq bo'yicha, oyoqdagi muammolar haqida bugungi videoda siz aniq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bugun aynan shu ikkinchi yurakdagi muammolarni to'liq bartaraf etish bo'yicha bugungi mehmonimiz ko'pchiligingiz biladigan Rahmatullayev Adhamjon akani mehmon qilib chaqirganmiz va bugungi videoda aynan shu ikkinchi yurak, ya'ni oyoq masalasidagi muammolarni to'liq bartaraf etish bo'yicha bugungi videoda aniq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Adhamjon aka, assalomu alaykum yana bir bor. Qisqa qilib ikkinchi yurak haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Men o'zimning fikrimni birinchi navbatda qisqa qilib aytib o'tishim shart, chunki kardiolog sifatida birinchi asosiy masala ikkinchi yurakdan oldin birinchi yurak haqida aniq ma'lumot bilish kerak. Qachon ikkinchi yurak, qachon birinchi yurak, ya'ni oyoqqa qachon murojaat qilinadi, qachon yurak bo'yicha aniq murojaat qilinishi kerak. Yurak umumiy yurak qon tomir sistemasini bitta katta turba deb tasavvur qiladigan bo'lsak, turbani boshida bir nasos bor. Bu nasos yurak deb ataladi. Turba juda ham uzun bo'ladi. Misol uchun 5 litr qon oqishi uchun qon tomirlar juda ham uzun diametrga ega bo'lishi kerak. O'sha butun turba bo'ylab qonni harakati uchun yurak qanchadir qismga yordam bera oladi. Misol uchun shu 8 metrli turbani qon bilan ta'minlash uchun 4 metrgacha yurak qanchadir qismiga yordam berishi mumkin. Lekin qolgan 4 metrini bu mushaklar asosiy masala. Mushaklar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, yurak ham xuddi shunday ishi juda ham osonlashadi. Bugun aynan shu birinchi yurak o'sha yarmigacha qonni ta'minlab beradigan bo'lsa, ikkinchi yurakda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, mushaklar bilan, ya'ni aynan shu oyoq mushaklari bilan ishlash kerak bo'ladi. Oyoq mushaklarda qachon va nima sababdan o'sha bo'shashishlar, aynan shu oyoq bilan bog'liq bo'lgan muammolar kelib chiqadi. Mushaklar qachon bo'shashib ketadi va qachon shishlar paydo bo'ladi? Shu haqida bir qisqa ma'lumotlarni bersangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum avvalambor. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Xo'p, oyoq masalasiga keladigan bo'lsak, o'zi aslida insonni eng oxirgi qon tomirlari boradigan qismi bu oyoq hisoblanadi. Birinchi bo'lib qon aylanishini, buzilishini belgilaridan bittasi bu oyoqdagi muzlash. Mana oldingi mavzuyimiz shu bo'lgan, oyoqdagi muzlashlar haqida. Agar oyoqda muzlash bo'lsa, bu belgi qonni yaxshi yetib bormasligi bilan bog'liq hisoblanadi. Endi ko'pchilik o'ylaydiki, shu qon tomirimda tiqilish bor, shu sababdan oyog'imga qon yaxshi yetib bormayapti deb aytadi. Lekin aslida qon tomiri Doppler tekshiruvi qilganda, u insonda qon tomirida muammo bo'lmaydi. Biza o'zimizni nuqtai nazardan kinezologiya peditr orqali tekshirganimizda u insonning oyoqlarining mushaklarida bo'shashlik topamiz. Ya'ni mushaklar gipotonus holatda. O'zini normasida qisqarish, ishlash refleksi kam bo'lgani uchun u joyda qon aylanishi buziladi. Agar shu inson shu gipotonus holatida uzoq vaqt yursa, nafaqat mushaklari, u insonning suyagida ham muammolar boshlanadi. Chunki anatomiyadan ma'lum, suyaklarimizga aynan keladigan arteriya qon tomirlari yo'q. Chunki mushaklar orqali o'tadi qon tomirlar. Suyak paydasi orqali, mayda qon tomirlar orqali suyaklarimiz oziqlanadi. Endi mushagimizdagi boyagi bo'shashlik holati nafaqat yuragimizga, balki bo'g'imlarimizga, suyagimizga ham katta ta'sir bo'ladi. Suyakdagi osteoporozlar, suyak mo'rtlashishi, bo'g'imlarimizning yemirilishdan rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun biz mushaklarimizning tonusini juda ham yaxshi asragan holatda ularni tekshirtirib, ularni tonusini tiklashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatan ham men 100% qo'shilaman. Boya aytgan gapim davomini aytdingiz. Ya'ni 50% yurak qon tomirlarining qanchadir qismiga ishlab beradigan bo'lsa, qolgan, misol uchun agar qaraydigan bo'lsak, yurak oyoqqacha qonni yetkazib berishi uchun qanchadir qismga yordam berishi mumkin. Oyoqqacha qon yetib bordi ham deylik. Lekin oyoqdan vena qon tomirlari orqali tepaga qarab, yana yurakka qarab qon oqib borishi kerak. Uning uchun mushaklar yaxshi ishlab berish kerak bo'ladi. Mushak yaxshi ishlamaydigan bo'lsa, bu oyoqda shishlar paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun kimlardir shishlar bo'ladi. Ko'pchilik yurakdan deb o'ylaydi.
ko'pchilik gormondan deb o'ylaydi. Yana kimlardir o'ylaydi, buyrakda qanaqadir muammo bor deb o'ylaydi. Lekin aslida agar tekshirib qaraydigan bo'lsa, hech qanday tekshiruvlarda o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunaqa holatda ko'pchilik e'tibor bermaydigan holatlardan biri bu oyoq mushaklari. Men bemorlarim o'zingga ham aytaman, Adhamjon aka, yurasizmi, harakat qilasizmi, bormi? Yo'q, mashinaga o'tiraman, ishga boraman, uyga kelaman, dam olaman, shunaqa narsa. Oyoq hattoki tepaga chiqmaydigan bemorlar ham bor. Misol uchun faqat o'tirib ishlaydi. Yoki mashinada o'tiradi, yoki o'tirgan joyda ham xuddi shunday bitta joyda o'tirgan bo'lsa ham, ovqatlanayotgan bo'lsa ham stolda o'tiradi. Harakat deyarli bo'lmaydi. Oyoqlar ishib ketib qolgan bo'ladi. E'tibor berib agar so'raydigan bo'lsa, oyoqda umuman harakat yo'q. Bunday bemorlarga siz nima tavsiya qila olasiz? O'zingizning mutaxassisligingiz bo'yicha. Bizga murojaat qilib keladi, insonlar oyoq og'rig'idan shikoyat qiladi. Faqatgina bo'g'im yemirilishi emas o'tda oyoq shishlari bilan birga keladi. Endi bu holatda ular mendan oldin o'sha qon tomirlarini tekshirtirgan bo'ladi. Chunki birinchi taxmin qon tomirlarini to'lish. Endi qon tomirda muammo chiqmagandan keyin kardiolog vrachlar maslahat beradi, nevrologik tomondan tekshirtiring. Keyin bizga murojaat qilib kelishadi. Men tekshirsam ularning oyog'idagi mushaklar bo'shash holatda. Endi xalqimiz tushunmaydi, mushaklar qaysi mushaklar? Oyoq qismimizda bir nechta mushaklar birgalikda ishlaydi. Ularni alohida maxsus manualni mechni testirina deymiz, mushaklar testi orqali aniqlasa bo'ladi. Qaysi mushakda bo'shash bor? Ana shu mushaklarning bo'shashini aniqlashimiz orqali butdagi limfa suyuqligimiz deymiz. Misol oyog'imizni shishiga sabab limfa suyuqligini normal holatda orqaga qaytishini yo'qligi. Ya'ni limfalarimiz tepa qismga qarab harakatlanadi. Oyoqdan tepaga qarab harakatlanadi. Harakat juda ham qiyin bo'ladi. Ko'pchilik narsaga e'tibor bermaydi, chunki o'zidan o'zi potok bo'lmaydi. Ya'ni oqim tepadan tasavvur qiling, pastdan tepaga qarab chiqquncha qancha kuch kerak bo'ladi. Uchun oyoq yaxshi ishlashi kerak. Ana bu narsani harakatlantiradigan asosiy narsa bu mushak hisoblanadi. Chunki limfa yo'llari mushaklarimizni orasida joylashgan. To'g'ri. Mushaklarimiz harakatlanmagandan keyin o'z-o'zidan boyiga arteriyadan kelgan ozuqa moddalar limfadan adhot orqali orqaga qayta olmasdan u joyda to'planish orqali shishlar paydo bo'ladi. Biz shuni ko'rsatganmizki, mushaklarni ishlatish orqali bir necha kunning ichida oyoq shishlari qaytganini ko'rganmiz. Bunday bemorlarga qanaqa qilib siz tomonlama yordam beriladi? Misol uchun oyoq shish bilan keldi bemor, limfatok buzilgan, limfostaz degan misol uchun Dopplerda shunaqa tekshiruv chiqdi. Limfostaz xulosasi qo'yildi. Bemor sizga keldi. Mushaklarni yaxshi ishlatish kerak. Alohida PTTR bo'yicha bu yo'nalish qanday bemorga yordam beradi? Oyog'ida muammosi bor, shishi bilan, o'sha limfostaz muammosi bilan kelgan bemorlarni tekshirib ko'ramiz. Ularda mushak muammolari aniqlanadi. Ya'ni mushakda bo'shashlik. Test orqali ma'lum bo'ladi mushaklarning bo'shash holati. Biz ularni tiklash uchun mushakka keladigan nerv qattiq qisilganini aniqlaymiz. Bu qisilishlarning asosiy sababi belda bo'lib chiqadi. Bel qismida ilgari og'riq bo'lgan bo'ladi, belda grijalar o'tkazgan bo'ladi. Shu holatdan belga keladigan yuqori, misol uchun kuchli belni oyoqni quvvatlantiruvchi nervlar qisilishi oqibatida oyoqda mushaklarning qisqalib yozilishi yaxshi bo'lmaydi va mushaklardagi qon aylanish va limfani tepaga qarab yurishi kamayib ketganda shish paydo bo'ladi. Agar siz o'zingiz ishlaydigan bo'lsangiz, necha kun ichida shu oyoqdagi shishlar, limfatok qanchadir muolajadan keyin yo'qotish mumkin bo'ladi? U massaj qilinadimi yoki boshqa terapiya, igla terapiya qilinadimi? Nimalar qilinadi shunaqa? Bizda eng asosiysi mushaklarni uyg'otuvchi reflekslar bilan ishlaymiz. Ya'ni nervni reflekslar deymiz. O'sha reflekslar orqali mushakni qaysi holatda uyg'otish mumkin? Qisilishni qanday qilib ochish mumkin? O'shani aniqlab birinchi tashxis qo'yib, shu yo'nalish bo'yicha PTTR yo'nalishi hozir yangi yo'nalish kirib kelgan. PTTR yo'nalishi, shu yo'nalish bo'yicha ishlaymiz-da, mushaklarni uyg'otamiz. Keyin qo'shimcha ravishda igla terapiya, fizioterapiya qilib, u joyda qon aylanishini yaxshilaymiz. Demak, asosan qo'l bilan ishlanadigan ish bu. Qo'l bilan nuqtalarga ta'sir qilish orqali, nerv okonchaniyalar deymiz, o'sha reflekslarga ta'sir qilish orqali ishlanadi. Bunaqa vaqtda stimulyatordan foydalaniladimi yo foydalanmaydimi? Neyrostimulyatorlar bo'ladi, misol uchun, qo'shimcha elektriskiy toklar beriladimi, qanaqadir narsalar bo'ladimi? Miostimulyatorlarimiz qachon yaxshi ishlab beradi? Birinchi bo'lib insonning mushagi qisqarib yozilishi yaxshi bo'lgandan keyingina uni effekti zo'r bo'ladi. Bu keyingi qilinadigan protsedura. Keyingi qilinadigan protsedura. Elektroforez yoki boshqa. Miostimulyator asosiysi o'sha mushakni qisqartirib yozishini ta'minlab beruvchi apparat. Bu apparatlarimizda endi katta kuchlanish bo'lmaydi, o'zingizdan bilasiz. Oddiygina kichkina batareykada ishlaydi. Insonlarda bitta vahima bor, shuni qo'ysak menga zarar bermaydimi degan savol. Ko'p berishadigan savol. Bunda hech qanaqa zarari yo'q, chunki bunda katta kuchlanish yo'q.
Buni oddiygina batareykadan keladigan tokni impulsga aylantirib, mushagimizni qisqartirib yozish vazifasiga ishlab beradi xolos. Tushunarli. Hozir mana ikkinchi yurak haqida, ya'ni oyoq haqida, oyoq mushaklari haqida, tonus haqida gapirdik. Demak, biz diagnozni aniq qildik. Limfostaz diagnozi qo'yildi misol uchun. Bemor sizga keldi. Davo chorasini oldi. Yaxshi, bu bo'yicha hech qanday masala yo'q. Lekin ba'zi paytlarda qarshi ko'rsatmalar bo'lishi mumkin. Qaysi oyoq shishib kelgan bemor limfostaz kasalida siz ishlay olmaysiz, ya'ni qarshi ko'rsatma bo'ladi. Sizga misol uchun qaysi bemor kelsa, siz bu bemor bilan ishlay olmasligingiz mumkin. Qachon bu qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin? Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Eng birinchi qarshi ko'rsatma uzoq vaqtdan beri davom etgan limfostaz muammosi, ya'ni oyoqni juda ham kuchli ravishda shishib ketish. Slanovoz deydi, fil oyoqli deydi. Bir xilla o'sha limfostaz fil oyoqli bo'lib katta oyoq shishib ketib qoladi. Bunaqa bemorlar bilan ishlab bo'lmaydi. Uni ishlab bo'lmaydi. Chunki bularni уже tekshirishimiz ham qiyin bo'ladi. Mushaklardagi tonus juda ham niskiy bo'ladi, ya'ni past bo'ladi. Endi mushaklardagi tonus past bo'lgandan u bemor mushagini uyg'otish juda ham qiyin bo'ladi. Zo'rg'a yuradi bunaqa bemorlar. Yura olmaydi ham bir xil. Aravachada ham yuradi. Uni tekshirishimiz bu bemorga nagruzka beradi va ishimizni cho'zib yuboradi va effekt bermaydi. Effekt bo'lmaydi. Effekt bo'lmaydi. Asosan erta aniqlangan limfostaz bilan oyoq endi shishib boshlashi, oyoq kattalashishi bilan, demak, vrach ko'rigiga bordi. Vrach agar doppler qilib ko'radigan bo'lsa, yurak hammasi toza, qon tomirda toza, faqat limfada atok bor, buzilgan deydigan bo'lsa, sizga murojaat qiladigan bo'lsa, bu holat to'liq bartaraf etishi mumkin. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Oyoq shishib ekan deb, oyoqda shishlarni to'liq yo'qotish maqsadida ham machigon dorilarni, peshob haydovchi dorilar iste'mol qilishadi. Peshob haydovchi dorilar vaqtinchalik ishlab berishi mumkin limfostazda, lekin to'liq emas, chunki staz bor. Oyoq mushaklarida baribir gipotonus bor. Bunaqa bemorlar bilan qanchadir muddat, misol uchun machigon dorilar effekt berishi mumkin, bu vaqtinchalik jarayon. Machigon dorilar to'xtatgandan keyin 1 oydan keyin misol uchun yana shishib ketishi mumkin. Yoki haddan tashqari ko'p machigon dorilar, misol uchun peshob haydovchi dorilarni iste'mol qilib boradigan bo'lsa, bitta katta minusi bor. Peshob haydovchi aynan shu petlivoy diuretiklarga taalluqli furosemid, tarasemid dorilar bo'ladi. Bu dorilarni uzoq muddat iste'mol qilib borilishi bezbelkovый отек, ya'ni o'sha oqsilsiz shishlarga sabab bo'lishi mumkin. Oyoqda shishi bor insonlar uzoq muddat machigon dorilar ichishi mumkin emas. Aynan shu oyoqdagi mushaklarni to'g'irlashi bilan siz yordamingizda bu holatni bartaraf etib, boshqa bu muammoga qaytmaslik mumkin bo'ladi demak, shundaymi? Muammoni ildizini olish muhim rol o'ynaydi. Agar machigonni ichsa to'g'ri, shishni kamaytiradi, lekin shu shishdan nimadan kelib chiqayotgani muhim rol o'ynaydi. Bu demak limfostaz. Bizani xalqimiz ko'proq o'sha simptomlar bilan kurashishadi. Eng aslida shu boyiga ildizini topib, nafaqat o'z gapingizni bo'ldim, nafaqat xalqimiz, bu yerda endi asosan ko'p vrachlar ham xuddi shunday. Raqamlar davolaydigan vrachlar bo'ladi, ba'zi insonlar bo'ladi. Vrach gapiga misol uchun e'tibor bermaydigan insonlar bo'ladi. O'zi bilgandek qiladigan insonlar bo'ladi. Bu holatlar ham ko'p uchrab turadi. Har xil vrachga murojaat qilib, effektsiz qolib ketadigan bemorlar ham mavjud. Bunaqa holatga juda ham ko'p duch kelganmiz va hozirgi holat bo'yicha bir aniq natija olish ham qiyin bo'ladi. Agar siz oldingizga xuddi shunday misol uchun bemor kelib, to'liq kurs oladigan bo'lsa, necha kun ichida limfostaz oyoq gipotonusini to'liq yo'qotish mumkin bo'ladi. Rivojlangan kasallikka qarab. Eng avvalo, agar yengil bosqichi bo'lsa, 4-5 kun, 6 kun davomida ishlaymiz-da, 6 kun davomida o'sha shishlar sekin-sekin qaytishni boshlaydi. Kuzatishimizda bu narsani kuzatganmiz. To'liq gipotonus uchun qancha, misol uchun 6 kun birinchi kurs 6 kun bo'ldi. Birinchi kurs bo'ldi. Keyin kurslar qanaqa bo'ladi? Keyin u insonga maxsus mashq qilib yuramiz, keyin vitaminlar tavsiya qilishimiz mumkin. Chunki albatta vitamin yetishmovchilik bo'ladi. Vitamin tavsiya qilib mashq qilib yuramiz. Quvvatga keltirgan mushaklarni ishlatish orqali limfa sekin-sekin o'tdan sizib chiqib ketib, oyoqdagi shishlar kamayishni boshlaydi. Chunki bu davomiy jarayon. O'zi bu holatga kelishi ham tez kelmagan bo'ladi. Katta srokda kelgan bo'ladi. Hatto o'sha srokni 3 dan yo 4 dan bir vaqti ketadi bundan qutulish uchun. Tushunarli. Agar sizda ham xuddi shunday oyoqda shishlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkinchi yuragingizda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, kardiologga emas, bu holatda albatta alohida mutaxassis, pediatr mutaxassisi bo'yicha Adhamjon akaga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiriladi. Bemalol savol-javob qilishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, albatta shu nomerlar orqali javobingizni olasiz.